O'zimizga mana to'lagan aka kelgan ekanlar. Bo'sh suvdan 2 oydan beri bo'lyaptimi? Dekabrdan beri qo'llari og'rib, bannisalarda yotibdilar. Tak. Necha kun yotdingiz bannisada? 8 kun yotdim. Qaysi bannisada yotdingiz? 16-kun bannisada yotibdilar. Qo'l yaxshi bo'lmagan. Bitta yechib ko'rsatingchi, o'raylikchi qo'lingizni. Hozir bitta muolaja qildik. Sal yaxshi deyaptilar. Qo'llarni yo'q, ularni yechish shart emas. Qo'lni yonga qilib ko'tarib, ikkalasini baravar qilib. O'zi mana hozir muolajadan keyin, ukoldan keyin o'sha ancha yaxshi bo'lib qoldi, qo'yib yubordi. Qani orqaga bunday qilingchi, boyagidek aka. Hozircha og'riq bor. Mana shu orqada kelmayotdi. Qani? O'g'irlik ko'rsating. Bu yoq qo'lingizni, sog'lom qo'lingizni ko'rsating. Sog'lom qo'l kelyapti. Bu yoq qo'l orqaga kelmayapti. Lechini olganlar foyda bo'lmagan. Hozir bitta ukol qiluvdik. Hozir yaxshi bo'lib qoldi. Xudo xolsa tuzalib ketdi.